Hammaga salom. Bugun mash orqamdagi devorni xuddi shunaqa referensdagi qilib bezatamiz. Buning uchun menga oddiy eski kitob kerak bo'ldi. Xotirominglar, men bu kitobni o'zim ishlatayotgan kitoblarimdan emas, buni eski kitob sotadigan magazinlardan arzimagan pulga sotib olganman, chunki bu kitobni hech kim уже olmayotgan. Tak, bu devorimizning ideyasi imенно eski kitoblardan estetik devor yaratish. Prям menga juda ham yoqdi. Va meni ba'zi bir xatirlarimga ham yoqsa kerak, chunki ko'pchilik aytayotdi devoringizni o'zgartiring deb. Keyin случайно men mash rasm ko'rib qoldim va buni ko'rganimdan keyin bunaqa ideya qilmasam bo'lmaydi dedim. Uchun spesialniy gitara ushlab turadigan narsa zakaz qildim. Конечно, uni qotirish uchun bo'lsa adajonimiz taklif qilamiz. Endi bo'lsa faqatgina gitarani qo'yib qo'ysak bo'ldi. Na samом деле bu ideya menimcha juda ham foydali, chunki gitara ko'zim yonida tursa, uni ba'zida o'ynab turish esimga kelib turadi degan umiddaman. Sizlar o'zingizlar xohlagancha devorlarni bezatsanglar bo'ladi. Например, mana shu qog'ozlarni ustiga rasm chizsanglar bo'ladi. Men shuni xohlardim, lekin ulgurmadim, afsuski. На этом manda уже все. Keyingi videolarda xonani do poslisini полностью обзор qilib ko'rsataman.